Jaketlarni chizasan. 100 ming so'm. Üstüne giyiladigan koftalarni chizasan. 100 ming so'm. Sportikalarni chizasan. 150 ming so'm. O'ynatmang ağa. 150 ming so'm. Bak rasmi. Bak. Git ketsa. Xo'p, bu yon tarafda turgan koftalarni chizaman ağa, ishon tarafdagilar. 100 ming so'm. Tutganmi? 100 ming so'm. Hammasi. 100 ming so'm. Svetini, modasini farqi yo'q. 100 ming so'm. Jaket chizaman ish qara, однотонный. 100 ming so'm. Razmer bor. 100 ming so'm. Bak. Kelgandan so'ng uddasidan chiqamiz ağa. Ağabey, bu svetdan bor, karishnisindan bor, endi o'tdinglar. Aha. Ne iş olana? Chizasan? 100 ming so'm. 100 ming so'mdan. 100 ming so'm. Getdi. Ishlar ham 100 ming so'm. 100 ming so'm xatar. Şimdi Ya ağabey, emin özüm bor. Bu sportivka. Bu sportivkani 200 ming so'mdan beraman. Qalin bu tutib ko'ra. Patras qo'yib bermaydi. Qolin-ku bang. Hı. Razmer bor. Bor. Birdan ikkidan emas. Yo'q bor. Modasini keng göz tutmang. Shiqirdoq troykangiz chizasan. Bu troyka buni. Tushuvajang. Chizasan. 200 ming so'm. 200 ming so'm. 200 ming so'm. 200 ming so'm troyka. Ne deydi bu acha? Xo'p, endi yana svetlarni göstering. Bor, svetlari bor. Endi svetlari. Bor. Endi implant chizasan ağa. 200 ming so'm. 200 ming so'm. 200 ming so'm. Bilan chizasan. 200 ming so'm. Ağabey, birsi bor, 200. elə qara. Hı. İşlarimni 150 ming so'mdan beraman. Bir gözəl Bularım ham qalin. Aha. Yine. 150 ming so'mma ishtaxli trikosi bor. Qalin. Qishkinasi. Sportifga 150 ming so'm. 150 ming so'm. Pekinniki. Pekindiki yana. Pekin. Yine svetlari bor. Xolan svetini olaveradilar. Hava. Keyin minivajim bor qizlara. Kofta yubka bor. Aha. Kofta yubka. Bu yubkalisi bu narsa. 180 ming so'm. 180. 180 svetlari bor buni yine. O, Qora. Açık. Hamma svetinden böyle. Seri. 180 ming so'mdan beraman. Bunun narxi yo'q. Ağabey Pekinniki. Xapon Gelip görüp alsalar. Obunachar uspida tuqqanlar prosta shoshilish kerak. Men narxlar eshitgandan so'ng Svetleri bor. bedaki endi jemperlarni ko'rdim, qolin og'ayim bular. Chizasan ish olar. 100 ming so'm. Bo'ylilar ham 100 100 ming ming so'm. so'm ağabey. Hammasini 100 mingdan beraman. Endi opa singillarimiz yosh, men xatari opa singillarimiz bu narxlarni biladilar. Qimmat yuradi, modni yozlar bari, bilmaysiz. Ağabey 180 ming, 190 ming satkamız. Hı. 100 ming. Tutqani 100 ming so'm, 100 ming so'm. Zo'r. Endi ustundagilarni Abi 100 ming so'm. Ben Farkı takılaptı yok. oluyor. 100 ming so'm. keyin hozir endi sezoni kelmadi. Endi obmon kelmang aytmayincha. Bu ham kalın bu. Chizasan. 100 ming so'mdan beraman. Qolin ha, yana. Abi 100 ming so'm. Kurtkan chizimdan beri tursiz. Ağabey bunun kurtkeler 450, 500 satılgan var. Hı. 280 ming so'm. 280 dan. Uzun ham. 280 ming so'm. Pekinniki ishlab chiqarishim yo'q. Ber misin? Kurtkeler şu bakada. Hammasi Yine mi? şu bakada skitga koyup beraman. Aha. 280 ming so'mdan. Yakasına qarang buni. Bu vapshim zo'r bular abi. Mene. Yomon qang. Buni 280 hamma ming so'm. svetlaridan bor. Bu Endi Muratbek aka qarang, Labi. onlayn bizdan ko'rib o'tirgan opa-singillarimizni galp qilmaganlar ham bor ekanda ichida. Kommentariyada yozib qo'yadi, "Og'abek, shu dastavkani ham so'rab bering" debdilar. Ağabey dastlabkani onlara gelip git görüp asırlar. Bo'lgan hang. Boğan o. Beram bo'ling. Şu için gelip git görüp mesela bizde vapshim ko'p. Bilaman, inboychilar qolin sezonning toza keldi, necha berasiz tag'a? Qolin bilaman. 130 ming so'mdan. 130 dan ish duvoldagi xolanimi? Hala qal, ine. Menimcha buni hamma biladi. Buni ham biladi-da, mana. Bu chavorlarni hamma biladi. 130 danmi? 130 ming so'mdan beraman. 130 ming Farqi so'mdan. yo'q, ine. Ina tutganlarni. Zo'r narsa, hammasi zo'r narsa. Ina. Hammasi shu duvoldagilarni bir İş qatarımmi? 130 ming so'm. Vishilkadagi emas, obunachi, e'tiborli bo'ling. Bu emas. Do'kondagi hamma jinsi cholg'ur emas. Ishi Şu duvol. qatarımdan qaysini İşi duvol. xolasalar shuni olaversinlar gelip. Ha, bosh shahrini göstərib o'tamiz hozir yana. Yine gel Göstərib görüp o'tamiz. alaversinlar. Bantiklim bor. Mhm. Yine bantiklar hammasinden bana shular. Yana 130 ming so'm 130 tutganlar. ming so'mdan beraman abi. Bular 100 ming so'm. 100 ming so'mdan. Bular 100 ming so'm. Depadagilar 100 ming so'mdan. 100 ming so'm. Bu yon tarafdagi kurtkalar Kurtkalarni hammasini 280 ming so'mdan beraman. tutgan, hang. Tutganni beraman. Ina bunacha. Hozir endi razmeringiz bor. Nima deydi? Razmeringiz bor, modasi yoqqanlari ko'p. Uspida tuqqanlarda ertaga birdan aqandan keyin yolg'ondan ekan. Bo'lmagan gap, u internetda bo'laveradi, den gap bo'lmas. Mana bunacha iloji boricha uspida deb bugun xudo xolasa 27-oktyabr, to'g'rimi? 27-oktyabr dushanba kuni xudo xolasa hozir obedga qarab natib turibmiz, syomka yaptırmiz. Iloji boricha tezroq qo'yib berishga harakat etamiz. Do'kon adreslariga keladigan bo'lsak, Urganch 8 blok bozori, 1-blok 700-magazin. Birinchi blok emas. 1-blok, ha? Infinbank tarafda ikkinchi blok. Ha, 2-blok, İkinci blok. 700-magazin Shohbaraka. Shohbaraka 700 do'kon. Telefon nomerlarini ekranda qoldiramiz obunachi. Ina eshikni oldidan yozib qo'yibdilar, göstərib o'taman. Bireklarni 130 maga? Hammasi manikirdagilar hammasini beraman. Hammasi 130 hang. Hammasini beraman. Zo'r. Sportikalarni ham tushiraman. Sportikalar men manikirda tutdaman. Chet. Sportikalar 200 ming so'm.
200 ming so'mdan yana tutganlar. Ne iş lan? Hammasi 200 ming so'mdan. 200 dan. Ana İblanı neden beremem? 150. 150 ming so'mdan. 150 ming so'm bu narsa. Kurtkelerim şu nerede? Zo'r. Endi shoh barakada biz uchun banner chiqarilgan bo'ladi. Ağa bir yine bir hurmat nerse. talab qo'yarsiz. İki dükkanımdan ham şu nerseler şu narxda beriladi. Argı doğrusundagi. Argı dükkanımda. O ham 700 dükkan, bu ham 700 dükkanda yazılar. Murat aka. İkisinden ham beremem. Abdushi, savdoga baraka. Xo'p, rahmat. Og'amiz omad Hop. tilab ko'rasiz. Savdonizga baraka. Xo'p.